Siz anladınız mı değil mi? Şuna göre Mercedes-Gile ko'pmi vaqt, ko'pmi kuch konsertni uyushtirish uchun konsertimiz shu san'at yo'lida uzoqqa ketishga qolamiz biz o'zimiz. Sizlar shulaydir. Bu konsert uchun rahmatni aytasi kelar, yangi muzika chunki biz ko'pmi yo'llarda ishlaymiz. Yetekçisi İlyas Gafarov. Sizler kurmuşsunuz. Amine İlyas. İlyas Gafarov. Yangi müzikning yetekçisi bo'luna qarab turmay, u bizning butun aparaturani tashlaydi, butun rizqlarni tashlaydi, suvlarni keltirib beradi. Tindamda yugurib bizdan ko'proq. Men rahmatliman, bek zo'r rahmatliman shu 11 yil ichida ko'pimiz ish qildik. Bu turkum elde yashab ko'rasiz. Bir qo'yda yuqorida turganman. Sondan zo'r rahmat o'tishadim sizga. Agay bilan Almar san'atiga terazasidan ko'rasiz. Bunga rahmatli biz bu konsert uchun Dmitriy Gensin zo'r rahmat deyman. Спасибо большое. Hamda Oqshayirdan Erli Hafizani qutlaymiz ham rahmatlimiz ona, chunki u bizga gil oshiq yuzli, oshiq qiyofada bizni qarshi oldi. Hamda yerdan qo'lini gil suzan, bizga ikkinchi konsert Kultura ministerstvosina to'yinib shu konsertni yasadik. Zo'r rahmat. Hozir bu yerga bormadi, tamom deyib olasiz, chunki bu so'nggi yerlar.